Hürmetli vatandaşlarım, nöbetçilikimizin devamını başlayımız. Reis Xi Jinping Amerika'nı ziyaret kıldı. Kompartiya matbuatları Tibet meselesini o'ttirg'a koymaslık doğrusu da Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obamaga tapildi yoki söz aytib berdi. Mavzuli xabar 9-ayning 11 kuni Dovyut orbitada e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Obama 9-ayning 25 kuni Oqsaroyda davlat ziyofati berib, Amerikaga ziyorat kelgan Jungoning raisi Xi Jinpingni kutib oldi. Yaqindan beri Jungo taraf Amerika tarafga sezgör masalalarda o'zini tutib olishni talab qildi yoki jekelidi. Jungo agentligi 9-ayning 11 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoning raisi Xi Jinping 9-ayning oxirida Amerikada davlat ishlar ziyoratida bo'ladi. Jungoning Washington turishliq bosh elchisi Sui Tiankay mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilish tayyorlik xizmati jiddiy olib berilyapti. Vaqti kelganda bir xo'sh xabarning bo'ladiganligi ishonamiz va xo'sh xabarning bo'lishini umid qilamiz. Bu qatam Prezident Obama bilan Reis Xi Jinpingning uchrashishi butun dunyoning diqqat nazariga ilindi. Ikki taraf, ya'ni ikki davlat munosabati ko'ngil bo'ladigan intayin zo'r xalqaro masalalar bo'yicha davomli cho'nqur fikr almashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasida sezgir masala hisoblangan Tibet meselesi izchil ikki davlat o'rtasida ustal ustidagi masala bo'lib keldi. Amaliyotda ikki davlat Amerika Jungo davlat boshliqlari ko'p qatimlab ochiq so'rinda bu masala Tibet meselesi to'g'risida ochiq yo'roq so'zlashdi. 2014-yil 3-ayda 11-ayda Reis Xi Jinping 2014-yil 3-ayda Gollandiyaning Gaaga shahrida 11-ayda Reis Xi Jinping Beijingda Jungo xalq zalida ayrım holda Prezident Obama Jungo davlat boshlig'i bilan suhbat o'tkazganda Tibet ishlari bo'yicha fikr almashtirdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Tibet azaldan tortib Jungo zaminining bir qismi. Tibet ishlari noqol Jungoning ichki ishidir. Prezident Obama atalmış Tibet meselesini yana bir qatim o'tirib qo'ydi ekan, konu meseleni yana so'zlaganlik bo'ladi. Hatta Jungo bilan Amerikaning cho'ng davlatlar munosabatiga ta'sir etadi. Barabar hamkorlik, o'rtaq g'alaba qilish Jungo Amerika munosabatining asosiy iqimidir. O'zaro hurmat qilish, o'zaro tushunishli bo'ladi ekan, ixtiloflarni adajida bo'ladigan samimiyatni ko'rgili bo'ladi. Davomini davomli anglaysizlar vatandoshim.